Bosh prokuratura qamoqqa olish haqida order berganlar orasida musulmon birodarligi rahnamosi Muhammad Badiyi va harakat raisi o'rinbosari Mahmud Izzatlar ham bor. Musulmon birodarligi yetakchilari dushanba kuni Qohira markazida yuzaga chiqqan zo'ravonliklarni uyushtirganlikda ayblanmoqdalar. Badiyi musulmon birodarligi tarafdorlari orasida o'ta kuchli avtoritar shaxs sifatida tanilgan va aytilishicha, bu harakatga qo'shilganlar Badiyening aytganlariga mutlaq quloq solish va uni amalga oshirish haqida qasamyod qilib kelganlar. Birodarlik yetakchilarini hibsga olish haqidagi order harakat muvaqqat hukumat bilan muzokara qilish va uning tarkibiga qo'shilish haqidagi taklifni qat'iyan rad qilganidan so'ng e'lon etildi. Chorshanba kuni muvaqqat bosh vazir Hazim El-Beblaviy yangi hukumat tuzish harakatini boshladi va musulmon birodarligi tashkilotiga ham yangi vazirlar kabinetidan ayrim lavozimlar taklif qilinajagini bildirdi. Ammo o'z vakili Muhammad Mursi harbiylar tomonidan prezidentlikdan olib tashlangan musulmon birodarligi yetakchilari bu taklif va milliy yarashuv haqidagi muzokaralarni maqsadga mutlaq muvofiq emas deya rad qildilar. Demokratik saylov natijasida prezidentlikka kelgan Muhammad Mursi bir necha kun davom etgan norozilik namoyishlaridan so'ng 3-iyul kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatildi va hozirda hibsda saqlanmoqda. Misr sobiq moliya vaziri va tajribali iqtisodchi sanalgan El-Beblaviyning bosh vazir etib tayinlanishi ayrim Fors ko'rfazi davlatlari tomonidan xursandlik bilan qabul qilindi va boy arab davlatlari Misr iqtisodini barqarorlashtirish maqsadida yangi hukumatga $8 milliard yordam ko'rsatishni va'da qildilar. Bunday yordam orqali musulmon birodarligi tashkilotining muxoliflari bo'lib kelayotgan Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati muvaqqat hukumatga homiylik qilish rolini o'z qo'llariga oldilar. Misrdagi vaziyatni o'z nazoratiga olgan harbiylar kelasi yil boshida mamlakatda muddatidan avval saylovlar o'tkazish va ungacha mamlakat iqtisodida qator islohotlar qilishni rejalamoqdalar va ular uchun Saudiya hamda Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan berilayotgan bunday yordamning roli mutlaq bebahodir. Biroq muvaqqat hukumatni tan olmayotgan musulmon birodarligi mamlakat tarixida o'tkazilgan ilk erkin saylovlar natijasida hokimiyatga kelgan o'z nomzodi Muhammad Mursining prezidentlikka qaytarilishini talab qilmoqda va o'z talabi bajarilmaganiga qadar ko'chalardagi norozilik namoyishlarini davom ettirishdan ogohlantirmoqda. Husni Muborak prezidentlikdan chetlatilganidan so'ng hokimiyatga kelgan Muhammad Mursi hukumati davrida mamlakatdagi aksar iqtisodiy ko'rsatkichlar keskin yomonlashib ketdi va shu bois ayni kunlarda aksar misrliklar tomonidan Mursini hokimiyatga qaytarish talabi keskin o'rtaga qo'yilayotgani yo'q. Musulmon birodarligi tashkilotining o'z tarafdorlarini ko'chalarga olib chiqish urinishlari ham hozircha jiddiy natija bermadi va Misr bo'ylab Muborakni hokimiyatdan ag'dargan noroziliklarda ko'rilgani kabi millionlagan odamning ko'chalarga chiqqani ham kuzatilmadi. Muborak Ramazon oyi boshlangach, kuzatuvchilarga ko'ra, Misr ko'chalarida olomon yanada siyraklashib qolgan. Xususan, Misr inqilobi markazi sanalmish Qohiradagi Tahrir maydonida 10-iyul kuni deyarli olomon kuzatilmadi. Shunday bo'lsa-da, hozircha Misr ko'chalariga barqarorlik va tinchlikning qayta boshlagani haqida gapirishga erta ekani ta'kidlanilmoqda.